Bu Koreya podkasti 3-soni yana efirda. 2 yilda men ketaman deyapman. Qo'lingiz sindi, stress bo'ldi, sizda anchagina stress bo'lgan. Yo yaxshi hozir oqibat tuziladi. Obunachilarimizga To'g'risi maslahat bermayman umuman. ko'p go'zal kadr bo'ldi lekin. Umuman xodimlar ham даже ingliz tilini bilmaydigan xodimlar juda ham ko'p ekan. To'g'ri yurib, to'g'ri ishlab, to'g'ri ketishdi. Maslahat beraman. Keyin nima deysiz? Like bosinglar, podpiska bosinglar. Koreys tilini yaxshilab o'rganib kelinglar. Agar mabodo xarakteringlarda isqirtlik anaqasi bo'lsa, o'zbekliginglarda aytmaganinglar yaxshi. Assalomu alaykum. Bizni uzoq va yaqindan kuzatib turgan do'stlar, yangi studiya Bu Koreya podkasti 3-soni yana efirda. Bizga hali ham homiy chiqqani yo'q, hali ham homiy qidirishda davom etyapmiz. O'shaning uchun hali ham O'zbekistondan olib kelgan choyim bilan davom etamiz. Bugungi mehmonimiz Koreyadagi ancha taniqli blogerlarimizdan Ahmadboy. Assalomu alaykum guys. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshi keldingizmi? Nimaga 3-soniga keldim bilasiz? Nimaga? 3-oltiga kelgandim. Ahmadboy o'zi haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Ismim Ahmadullo Abduhalilov. Ahmadboy taxallusi bilan ijod qilib kelyapman. O'zim Anjanliman. Ovozimdan ham bilinayotgan bo'lsa kerak. Andijon viloyati Paxtabod tumanida tug'ilganman. Koreyaga birinchi kelganingizda nima ishlar qildingiz va qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? 3 oy oldin 10-sentyabrda vizam chiqqandan keyin Koreyaga keldim. Tanish yo'q, umuman tanish yo'q, qiyinchilik bo'ladi degan o'sha stresslar boshlanyapti. Koreyaga keldim. Kelgandan keyin Xudoga shukr, Xudo o'sha kvartiradoshlarimni berdi. Ular yaxshi aka, Xudoning joylab qo'ydi. Ishlarga joyladi. O'sha bir haftadan keyin Leysaga chiqishni boshladim. Leysaga chiqqandan keyin o'sha bir hafta bo'ldi. O'sha men o'ylayapmanki, men soqqa narmani endi Leysada soqqa narmani bo'lyapti. Men o'ylayapmanki 2 yilda men ketaman deyapman, biznes qilaman, uyda biznes qilaman deb ana turibman. Keyin o'ylayapmanda koreys tili ham kerak bo'lmaydi menga deyapman. Koreys tili ham kerak bo'lmaydi. Yaxshi ingliz tili bilan kelganim deyapman. Birdaniga shunday qo'l sindi. Yiqilib tushdim, qo'l sindi. Doktorga borganda o'sha qo'l bilan kurak sindi dedi. Qiyinchiliklar, o'sha stresslar boshlanyapti. Ko'z oldimga hamma narsa kelyapti-da. Endi yo'q, yaxshi, hamma narsaning hikmati bor ekan. Xudoga shukr. Xudoyam aytdi-da, endi bir Koreyani stresslarini his qilaman alloh. Bu bekardan bekar ketmadi. Xudo xolasa hammasi yaxshi ketyapti. Hozircha yaxshi qiyinchiliklar bo'ldi. Ahmadullo, Koreyaga kim va nima sabab kelib qoldingiz? Koreyaga zo'r oshnam bor edi, qalin oshnam bor edi. Ismi Sulton. O'sha Sulton qiziqtirdi, majburladi desa ham bo'ladi. Endi qiziqtirdi. Shu orqali kelib qoldik. Yo yaxshi hozir oqibat tuzildik. Hozirgi holatingiz qanaqa? O'zingizni yo'lingizni topdingizmi? O'zimni yo'limni aynan blogerlik sohasida topdim deb o'ylayman. Chunki normalni odamlar tanishni ham boshladi. Keyin o'zimni ham qiziqishlarim oshib, o'zi bu sohadan chiqib keta olmasligimga ishonchim komil, chiqib keta olmayman. Lekin ish borasida keladigan bo'lsak, hali aniq bitta ishli bo'ldim deb o'ylamayman to'g'risi. Koreyaga kelgandan keyin kuniga $100, oyiga $3000 topdingizmi? Pulni to'g'risi aytmoqchi emasman, pulni aytmoqchi emasman, chunki ko'z tegib qolishi Demak, 3000 bor. Bo'ladi. Koreyaga kelganingizga afsuslanasizmi? Yo'q, Koreyaga ham yaxshilanmayman. Sababi aytyapman, qiyinchiliklar bo'lyapti, ruhan ham jismonan sekin kuchayyapman, xolos. Tutashganim yo'q, o'shaning uchun hech qachon afsuslanmayman. Shu Koreyaga kelganingizda mana qo'lingiz sindi, stress bo'ldi, sizda anchagina stress bo'lgan. Shu stresslarni qanday qilib yengib o'tdingiz? Birinchi navbatda aytadigan bo'lsam, o'sha o'rtog'im bor edi, yaqin xonadoshim ham xuddi shunaqa jarohat bilan yotgan edi. O'sha bolani ko'rib, o'sha boladan motivatsiya olganman men. Chunki o'sha bola hozirgi kunda yaxshi положениyaga chiqib olgan. O'sha bola menga motivatsiya bo'ldi. Bo'lmasa men ancha tushkunlikka tushib qolgan bo'lardim. Kelajakdagi rejalar qanaqa? O'zi yoshligimdan anaqa kelganman. Men davlat ishida ishlashim qiyinroq. Biznesmen bo'lish niyatim bor edi. O'shanga pul yig'ish maqsadida ham Koreyaga kelganman. Xudo xolasa, agar Koreyada yaxshi normal ishlarda ishlab pul topib, xudo xolasa biznes qilish rejalar bor. Bu blogerlik sohasiga qanday qilib kirib qoldingiz va shunchalik tez darajada ko'tarilishingizga nima sabab bo'ldi? Tez ko'tarildim deb o'ylamayman. Sababi
1 yil bo'ldi. Boshlaganimga, o'zi qiziqishni boshlaganimga 1 yil bo'ldi. Koreyaga kelganimdan beri lekin haqiqatda juda ham o'sish zo'r bo'ldi. 3 oyda 15 mingta obunachini yig'dim. Bu narsa faqatgina qiziqishlarim, xatti-harakatlarim, mehnatlarim sabab bo'ldi deb o'ylayman. O'sha blogerlikka kirib kelishim asosiy sababi juda ham qiziqqanim uchun. Siz Koreyaga IELTS bilan kelgansiz, to'g'rimi? Ha, IELTS bilan kelsa qanaqa qiyinchiliklar bo'lar ekan? IELTS bilan kelmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat berasiz? IELTS bilan keladiganlarga to'g'risi maslahat bermayman umuman, chunki bu yerda men o'ylardimki, xodimlar, deyarli hamma xodimlar ingliz tilini biladi deb o'ylaganman. Lekin bu yerda umuman xodimlar ham даже ingliz tilini bilmaydigan xodimlar juda ham ko'p ekan. Chunki o'zim hospitalda juda ham qiynaldim. Shu gapiryapman, inglizcha gapiryapman, tushunmayapti-da. Bog'lab beryapti, kimdirga bog'lab beryapti yoki ustimdan qanaqadir kulish joyiga ham duch keldim. O'sha boshlarida shunaqa holatdan bo'ldi. Yangi keladiganlarga 3 ta maslahat. Yangi kelayotganlarga maslahatim, birinchi navbatda sizlar sabrli bo'lishinglarni so'rayman, chunki hozir o'sha kutish jarayonidasizlar, sizlar sabrli bo'linglar. Keyin koreys tilini yaxshilab o'rganib kelinglar. Niyatni to'g'ri qilib kelinglar. Niyatda ham gap katta. Kelgandan keyin yana bitta maslahat aytaman. Kelgandan keyin to'g'ri yurib, to'g'ri ishlab, to'g'ri ketishni maslahat beraman. Sababi sizlar hozir kelayotganlar qishloqliklarda emas, butun O'zbekistonning nomidan kelyapsizlar. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'linglar. Agar mabodo xarakteringlarda isqirtlik anaqasi bo'lsa, o'zbekliklarda aytmaganinglar yaxshi. Maslahat beraman o'shani. Hukka zo'r kadr bo'ldi lekin. Nima uchun aynan Koreya? Agar Koreya bo'lmaganda qaysi davlatni tanlagan bo'lardingiz? Koreyani tanlashimning bitta sababi Koreyaga kelish osonroq qolgan davlatlarga nisbatan. Chunki men Amerikaga qiziqib ko'rganman, chunki IELTS o'qiganim uchun. Amerika qiyin, juda ham qiyin kelish, juda ham qiyin edi. Keyin menda yana bir variant bor edi, Germaniyaga ketish variantlari bor edi, lekin Germaniyaga ketmaganim sababi nemis tilini bilmasdim. Keyin ingliz tili bilan juda qiyinroq mamlakat ekan. O'shaning uchun Koreyaga kelishdi. Hamma maslahat berdi. Xudoga shukr, yaxshi. Koreys tili keyin osonroq ekan ham. Shuning uchun Koreyani tanlaganman. Endi tugatib qo'yamiz. Podkast haqida fikringiz va obunachilarga tilaklaringiz. Podkast menga yoqdi, podkastda kuzatib boringlar, sababini aytaman. Podkastda Koreyaga kelmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham foydali, Koreyadagilarning ham ba'zi foydali jihatlari ham bo'lishi mumkin. Xudo xolasa ko'ringlar. Ma'lum beri o'zi kuzatib boraman, anchadan beri kuzatib boraman. Ijodlariga addushi qo'llab-quvvatlaymiz. Obunachilarga, hammaga har doim o'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omad boshingizda yor bo'lsin. Kelayotgan 2026-yillarda yaxshi kutib olish nasib qilsin. Hammaga rahmat. Keyingi sonimizda qaysi bloger bo'lishni xohlaysizlar? Kommentda o'sha insonni belgilab tashlaylar, like bosinglar, podpiska bosinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar hali oldinda. Biz bilan Ahmad Boy bo'ldi. Go. Let's go. Fighting.